2, 3. Onajonim tug'ilgan kunlaringiz qani birgalikda o'yinlar. Tabriklar. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Onajonim keling saqlaringizga. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bu sizga yaqinlaringizdan bu gapimiz bo'ladi. Umringizda bo'lsa, o'g'illarni yaqinroq chaqirgan bo'lardik. Bugun eng go'zal kun. Sababi onajonimizga tug'ilgan kunlari. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz, ijobatan topib barcha duoyingiz. Yaxshi kun Qani o'g'illar birgalikda. qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmayman. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmayman. Endi guldi kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashnasin juft ko'zlaringiz, xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz. Yaxshi kunlar mana keldi onam. Hammasi borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Qani o'g'illar, hamma tayyormi? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Birgalikda. Ha o'g'illar. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Onajonim, mehribonim, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Go'zal qilarlik ona. Umringiz bo'lsin. Bugun eng go'zal kun. Onajonim, bugun sizni tug'ilgan kuningiz. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Bugungi tabrikka kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz, onajonim? Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, sizni dunyolarga alishmaydigan, doim quvonchingizni sherik bo'lmoqchi bo'lgan insonlarni, yaqinlaringizni, farzandlaringizni va ko'rib turgan barcha o'g'illaringiz nomidan tashrif buyurdik. Bizlarga ancha oldin aloqaga chiqishgandi, onajonimni tug'ilgan kuni kelyapti, onajonimni xursand qilmoqchiman, onajonimni xursandchiligiga sherik bo'lmoqchiman dedi. Onajonim, doim vaqtimizga sog' salomat bo'ling. Shu fursatdan foydalanib, barcha yaqinlaringizni, farzandlaringizni, sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlarning nomidan sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bizlarni ulg'aytirdingiz, o'stirdingiz, hech kimdan kam qilmadingiz. Doim dardimizga shifo bo'ldingiz. Vafot bo'lgan paytda qalqonday turdingiz, onajonim. Hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi-da. Lekin hozir shunga ayon bo'ldimki, bizlarning eng katta boyligimiz mana bizlarning o'g'illarimiz, farzandlarimiz, nevaralarimiz, shu kishilar borki, bizlar boyimiz. Siz borki, bizlar boy. Onajonim, doim vaqtimizga sog' salomat bo'ling. Onajonim, shu fursatdan foydalanib, barcha o'g'illarni oldida bir insonga juda ham kattakon rahmat aytmoqchiman. O'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Chunki har bitta tashkiliy ishlarda bir kishi o'zi katta bo'lib turadi. Doim shu birovning xursandchiligiga sababchi bo'lmoqchi bo'ladi. Birovning xursandchiligiga sababchi bo'lmoqchi bo'ladi. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan bir inson bor. Onajonim, kimni o'ylaysiz shu inson? Juda ham yaxshi ko'radigan inson bor sizga. Sizni juda ham erkatoyingiz, gapi ba'zi bir vaqtlar gapingizga quloq soladigan, ba'zi bir vaqtlari doim shu mehringizni kutib yashaydigan bir inson bor.
onajonim, mehribonim, og'aynilar, shu fursadan foydalanib Umidofonga katta rahmat aytmoqchiman. Bitta qarsanglar bo'lsin. Tashkiliy ishlar bo'yicha juda qancha bizlar oldimizdan onajonim tug'ilgan kuni kelyapti. Onajonimni xursand qilmoqchiman dedi. Bizlarga bir oy oldin olib chiqishgandi. Onajonimni bir xursand qilaylik, onajonimni xursandchiligiga sherik bo'laylik dedi. Onajonim Alloh siz bergan mahalda uzoqlashdi yaqinlarim ham. Siz qoldingiz, boshim sizlar. Rahmat sizga onajonginim. Tushganimda boshimga kulfat. Sizga kerak ekanman faqat. Betob bo'lsam qildingiz toqat. Rahmat sizga onajonginim. Siz bor sira bilmayman taslim. Siz bor sira egilmas qadrim. Dunyodagi eng sodiq do'stim. Rahmat sizga onajonginim. Bu qarsanglar sizga onajonim dunyo turmushida. Sizni juda yaxshi ko'raman. Ko'p davralarda bo'lganman. Hayajonlanyapti, gapirolmas ekan demanglar, faqat onamning oldida hayajonlanaman. Yig'lab olishim mumkin. Agar she'r o'qib qarab yetib beraman. Yig'lab olsam kulmaysizlar. Yig'lab bersangiz qarsak chalamiz. Bitta yaxshi minus qo'yib berasizlar mana shundan. O'zi yaxshi turibdi ekan. Onajonim, bor yo'qligingiz sezilmaydi. Hamma o'z qadrini bilib yuribdi. Sizni ko'nglingiz hech buzilmaydi. Onam, siz ham o'zingizni o'ylangiz ozgina. Qo'lingizni bering, ko'ksimga bosay, lablarimga bosay, yuzimga bosay. Siz ham ona bo'lib loqal bir bor noshud bolangizdan qilmaysizgina. Bilaman men nodon, bilaman ona tunlar yuragingiz og'rishligini. Soppa sog' bolamni o'ylayman yana. Peshonasiga bosib har kuni. Onam, men yaxshiman deysiz, kulib qo'yasiz. Bilmasin deysizmi? Xastaligimni men ham onajonim sizga qo'shilib aldab yuribman-da o'zimni. Onam, yuragim ezilar quvib xayolni. Siz to'lmaydimi biror poymoni? Xastaman deng, og'rinyapman deng. Meni aldab qo'ying jon ona. Ayting bolam, meni doktorga erting. Men ham odamman deng, hamma eshitsin. Sizni holingizdan xabar olmasdan she'r yozgan mana shu qo'llarim sinsin. Onam, kiyim olib berding, ro'mol olib keding. Yonimdan silchima ketma o'tirding. Axir shunchalar ham bo'larmi odam, nega yuragingiz bunchalar ham keng? Onam, dardlaringiz olay, dardingiz olay. Jonimni berayu yuraging og'rinmay. Bir umr bolam deb jonini bergan. Endi yashay qoling bir kun yig'lamay. Yursam davralarda arzanda bo'lib, sharaflarga to'lib, shonlarga to'lib, o'shal kunlarimga yeting onajon. Ko'nglimni to'ldiring yonimda bo'lib. Rahmat yog'ini aytamiz. Juda qarsanglar bo'lsin. Rahmat, umringiz uzun, aytganingiz opani vaqtida diktorlik olib chiqsak bo'larkan-a? Yana umringiz uzun. Onajonim, bugun eng go'zal kun. Sababi bugun siz tug'ilgan kuningiz onajonim. Sizga bir ikkita savollarim bor-da. Hamma nimalarsiz kakris she'rda. Meni hamma nechta nimalarsiz bor o'zi? Sonni ham bilmaysizmi? Bu kelganimda hamma nimalarsiz ajr qildi. Meni ko'proq onam yaxshi ko'radi. Yo'q deydi, bo'lmasa keladi, meni ko'proq yaxshi ko'radi deydi. O'zi eng erkatoy, eng yaxshi ko'radigan nevarangiz kim o'zi? Shumi? Juda yaxshi ko'radi, lekin qarang, ba'zi yillar sizmi? Kichkinasi, kattasi bo'yicha bu yoq, uyda bo'lmasa kichkinasidan bu, ha? Onajonim, qaranglar, bizlar eng katta boyligimiz qanday? Kattaligini qarang, onajonim. Bizlarga boshqa narsa kerak emas-da. Sizga dunyodagi barcha sovg'alarni bersa ham kam, onajonim. Doim baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Doim boy javob turasiz. Operator yigit qo'lyapti. Onajonim, shu sizga dunyodagi barcha sovg'alarni bersa ham kam-da. Lekin sizga hozir bitta kichkina sovg'amiz bor-da. Nima deb o'ylaysiz? Topsangiz beramiz, bo'lmasa bermaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Topsangiz beramiz, bo'lmasa bermaymiz, uni qaytarib olib ketamiz.
Nima sovg'a? Ha, toping jig'ini, uga da tiqib ko'ringchi. Nima deb o'ylaysiz, ona? Fikrimizdan qaytib qolyapmiz. Shu qimmatroq olgan ekanmiz. Sovg'a farzandlarimda, nevaralarimda, chevaralarimni sog'liqda. Rahmat, onajonim, mehribonim, doim yonimizda turganingiz uchun va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Tilozliklar, tipochkalar muborak bo'lsin. Qani birgalikda qarsanglar ular. Keyingi yilga bundan ham yaxshi sovg'alar berishga harakat qilamiz. Endi cha qimmatmas mehringizni oldida, bizga ketgan harakatlaringizni oldida hech ham arzimaydi, lekin shu yilga rozi bo'libdi. Qani birgalikda tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. شب نوبر گل و شادی شوره از جشن ستاره آسمانی با چه نوره شب خونه